Tracker 2 avtomobilini bagajlarini elektronli ochilib yopiladigan qilib berganmiz. Xo'p, knopkani bossam, o'zi avtomatik yopiladi. Yana knopkada ochsak ham bo'ladi. Salonida ham bitta knopkasi bor. Ularni ham ko'rsatib obzor qilamiz. Hamda bokovoylarini ham o'zining shtatniy pultida и knopkada ochilib yopiladigan qilib berganmiz. Tracker 2 Redline eng full pozitsiyasi. Xo'p, Marg'ilondan olib kelibdilar akamlar. Xo'p, mana shu yerda knopka bor. Bitta bossak, bagaj o'zi elektronli ochiladi. Bu yerda knopkada yopsak bo'ladi. Xohlasanglar mana shu knopkani o'zida yopsak ham bo'ladi, mana bu knopkada ham yopsak bo'ladi. Xo'p, salonda ham bitta knopkasi bor. U salondagi knopkada ham ochib yopsak bo'ladi. Mana bokovoy. Xo'p, bokovoy mana shu o'zini reglovka qiladigan knopkasi bor. Shu yerda buni ustiga bossak, bokovoylarni yopib beradi. Ikkalasi komplekt yopiladi. Adashmasdan ichida ochib yopishlari mushni. И yana shtatniy pultidan ochib yopganda ham bemalol ochib yopaveradi. Xo'p. Bosamiz, bokovoylar ochiladi. Xo'p, endi shtatniy pultidan qanaqa ishlashini ko'rsatib beraman. Eshigini yopamiz. И mana shu shtatniy pultdan yopishib olsak, bokovoylar yopib beradi. Buni mana salondan o'tirib bossak, bagajni mana ochib beradi. Yana o'sha knopkada bagaj yopsak ham bo'ladi. Polniy elektronli bo'lgan. Mana shu amortizatorlar almashadi. O'zidan yechilgan zapchastlarni hisob joylab qo'yganmiz. Xolisi tayyor bo'ldi. Xizmatlar qiziq bo'lsa, bizga marketingga murojaat qilaverasizlar. Ishlarni inshaalloh chiroyli qilib bitirib beramiz.